Mana qizlar, biz ish faoliyatimiz ishlayapmiz. Kimdir ishlamaydi debdi, ishlayapman, ishdaman. Mana bolajonimiz yaxshi. Kecha aytgan gapim, birinchi trimestrda nimalarga e'tibor berish kerak. Mana hozir tinch o'tiruvdi. Endi videoga olayotganimizni bilib, jahl qilib, mana kachalar uchishni boshlab, mana aylanmadi, ko'rdinglarmi? Qanaqa aylanmayaptilar. Bizga ko'rsatib beryaptilar, qo'llaridan nima qobiliyatlar kelishligini. Ana shunaqa qiladi. Birinchi trimestrdagi bolacha men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Burun suyachasi va tarshino-воротниковый zonani ana bu bo'lsa, bu kishim bo'lsa, anaqa o'zlari aylanib, likillab turibdilar. Mana tarshino-воротниковый zonamiz qalin emas va burun suyachamiz yaxshi demoqchi edim. Ana ko'ryapsizlarmi? Bu yaxshi. Bu bolani chiroyligini birinchi belgilaridan biri tarshino-воротниковый zona yaxshi va burun suyachalari yaxshi. O'g'il bolacha. Mana bugun juma